Navbatdagi avtomatika darvozalarimizni yig'ib qo'yyapmiz. Kecha video qo'ygan edik. Toshkent G'azalkentga boramiz. U yerdan avtomatika darvoza qo'yadigan aloqa chiqaveradi deydi. Aloqa chiqishganda ham srochniy o'sha G'azalkent bilan birga qo'shib oling deydi. Mana har doimgida yana Borulohonga qo'shimcha ishi bo'ldi. Bugun ham tamomaydigan bo'ldilar. Qo'shib oladigan bo'ldi. Mana bir kun ichida tayyorlab olib ketyapmiz. Video qo'yganimizni foydali tomoni shunaqa agarda kimgadir zaruriyat bo'ladigan bo'lsa qo'shib oling desa, yoki u yerga berilganda o'lchab keladi. Buni o'zlari o'lchab berdilar. Avtomatika G'azalkentga bitta edi. Ikkinchisini ham qo'shib oldim mana ikkita qilib. Yuklanganini ham video qilib qo'yamiz. Toshkentdan kurtkalar bo'lsa bemalol shunaqa aloqaga chiqaverasizlar. Endi bundan keyin qo'shib olmaymiz, sababi bugun yuklaymiz. U yerdan o'lchab qaytamiz xudo xolasa. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shinani sifatli chiroyli qilib bitkazib beramiz.